2025-yil 31-iyun o'zimiz oilamiz uchun videolar degan reportaj davom etadi. 31-iyunda 2025-yildamiz biz. Endi mana shu bog'larda sayr qilib yuribmiz-da. Mana Ibragimov Avazbek akam ekkan yong'oq mevalar qilibdi, boshlabdi meva qilishdi. Mana bu so'x go'zal olmani men dadam bilan ekandik. Meva qilyapti ozgina. Endi bu yerda kuch quvvati yo'q ekanda. Mana so'x go'zal. Chang olma so'x go'zal. Biyolar endi atotga mana o'rik mana. Poshshoy o'rik. Kapeka. Bir tiyin bo'lyapti. Bekarga ham olmayapti. Bu mevasini qarang. Ko'pligini ko'ryapsizmi? Bu mevani qarang. Videoda ko'rinmayapti shekilli. Shag'ir quyib qo'ygan. Mingta mevasi bor mana. Vapshi o'ta ko'p qilib Vapshi qaynab ketibdi. Ko'rilyaptimi? Qaynab yotibdi bu o'rik bechara. Bu becharani qarang, shunday meva qilib tashlabdi. Bu sal kechkisi ekan, yaxshi sort ekan. Sal kechkiroq ekan. Qattiq bu. Mana shu bir tup etagidagi sal kechkiroq ekan. Yumshamabdi mana shu yaxshi. Qolgan hammasi yumshab ketibdi. Endi bu so'x go'zal, chang olma. Endi bu yerlarda mana o't ekkan dadam. Xurmolar ozgina olsa ham meva qilibdi bu yil. Mana u qizil olma, Namangan olma. Tam o'rik bor ekan. Bu ham poshshoy shekilli. Bu ham poshshoymiki? Poshshoyning kechkisi shekilli bu ham.